Motivatsiya degan gaplarni ko'p eshitgansiz. Motivatsiya nima siz uchun? Motivatsiya deganda nima tushunasiz? O'zi nima? Bu men sizga buni eng qisqacha, eng g'ijimlangan deymizmi-da, qisqartirilgan ma'nosini aytaman. Motivatsiya bu sizning xohish, istaklaringiz yo'lidagi harakatingiz. Tamom. Nimanidir olmoqchisiz, nimanidir qilmoqchisiz, nimanidir yemoqchisiz, ichki xohish, istak paydo bo'ladi. Ichki kuch bilan siz o'sha narsaga intilasiz va uni bajarasiz. Marojnigingiz keldi, og'zingizga marojning ta'mlari keldi, yugurib chiqasiz, ko'chadan marojnini olasiz, yeysiz, o'zingizni kasbi xotirjam, nima deydi, qoniqqandek, mazza qilgandek his qilishingiz mumkin. Lekin mana shu harakatga kelish, harakatni boshlashga kelganda hammani qadami to'xtab qoladi. Nima uchun? Istak bor, xohish bor, harakat yo'q. Motivatsiya yo'q. Orzu maqsadga erishish yo'q. Lekin bu qachongacha davom etadi? Qachongacha faqat orzu qilib o'tiraverasiz? Undan ko'ra men sizga zo'r yechim tayyorlab qo'ydim. Motivatsiyani, odamni o'zini motivatsiyasini oshiruvchi kuchli texnikalar to'plamini tayyorladim. Agar sizga qiziq bo'lsa, direktdan yozing, batafsil ma'lumot beraman.